ko'rinishi shunaqa bo'ladi pomadichkamizni. Men hozir mana qo'limga surdim. Effektini sizlarga sal turib bo'lishaman effektini. Qanaqa bu terrakota rangimiz, shunaqa chiroyli rang bo'lib chiqyapti. Ungacha men sizlarga xo'p, men bu murskoy trimerimizni obzor qilib beraman. Ichida mana shu trimer, bu bitta batareychkada ishlaydi, o'zimizda oddiy batareykada. Xo'p, nasatka, bu nasatkani ko'ryapsizlar. Ko'ryapti, mana 2-4-6 santimetrgacha ishlatsa bo'ladi. Mana shunisini qo'ysangiz. Agar shuni o'zida ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu 0 santimetr. Hop, bu burun quloqqa ekan. Tak, и shotchkasi, taroqlari. Yana mana bu shotchkasi, mana bu taroqlari. Hop, yana mana o'zida ham bitta kichkina nasadichkasi bor. Bu o'sha soqollarni podravnять qilish uchun juda ham удобный narsa ekan. Mana men bitta turganda o'chuv bo'ladi. Men bitta ochilib ichiga batareyka qo'ysangiz bo'ladi. Agar bu yoqqa bursangiz, bu уже ishlaydi. Tirallar ishlayapti. Moshniy o'rtoqlar. O'zi kichkinagina bo'lganiga qaramay, bitta batareykada ishlaydi. Mana shunaqa qilib vibratsiya berib ishlaydi o'rtoqlar. Mana o'chirib qo'yamiz. Удобный nasatkalar ham mana shu yerdan olinadi. Mana strelочка qilib qo'ygan. Olib ishlatib qilsanglar bo'ladi. Bular endi zo'r podarkalarga zo'r, kimdir qidirib yurgan bo'lsa va shu zo'r. Men buni o'zimizga oldim. O'zim xo'jayinlar zakaz qildilar prям. Xudo xolasa endi ishlatsalar ko'ramiz. No, mana men bu pasporti bor ichida. Даже shunaqa ishlab chiqilganki, что pasportida даже bizani o'zbek tilimizda instruksiyasi keltirib berilgan. Tak, mana texnik xizmat ko'rsatgan oxirgi varog'ida o'zbekcha qurilmani qanaqa ishlatish instruksiyalari ko'rsatib berilgan. Aynan Stokgolm, Dublinda ishlab chiqarilgan o'rtoqlar.